Bir kuni Sa'diy Sheroziyni bir boyning katta ziyofatiga taklif qilishibdi. U oddiy, eski kiyimida bordi. Darvozadagi xizmatkorlar unga e'tibor bermadilar. Mehmonlar ham uni pastroq joyga o'tkazishdi. Oldiga oddiy taomlar qo'yildi. Sa'diy hech narsa demay uyiga qaytib ketdi. Saldan keyin esa qimmatbaho to'n va hashamatli kiyimlarini kiyib yana ziyofatga qaytdi. Bu safar uni hurmat bilan kutib olishdi. Yuqoridan joy berishdi. Oldiga turli xil noz-ne'matlar tortishdi. Shunda Sa'diy yengini ovqatning yoniga yetib, "Ye, yengim, ye, to'nim. Bugun hurmat senga bo'lyapti, menga emas", debdi. Mehmonlar esa bundan hayron qolib, "Ey shayx, bu nimasi?" deb so'rashdi. Sa'diy javob berdi: "Men eski kiyimim bilan kelganimda hech kim menga qaramadi. Endi esa bu izzat mening ilmimga yoki odobimga emas, balki kiyimimga bo'lyapti." Shundan keyin u yerda o'tirganlar uyatga qolishibdi. Endi matnning forscha variantini ko'ramiz. سعدی را به مهمانی خواندند، به لباس کهنه رفت، او را در صدر ننشاندند و اعتنا نکردند. سعدی برفت و جامه فاخر بپوشید و باز آمد. این بار او را در صدر نشاندند و انواع طعام پیش او آوردند. سعدی آستین در آش کرد و گفت: بخور ای آستین، بخور ای جامه، که احترام از برای توست، نه از برای من. حاضران گفتند: ای شیخ، این چه حالت است؟ گفت: چون به جامعه کهنه آمدم مرا قدر ننهادند. اکنون که به لباس نو آمدم حرمت می دارند. پس این عزت مرا نیست، جامعه را است. در haqiqat bunday holatlar kuzatilishi tabiiy holat bo'lib qoldi. Ming afsuslar bo'lsin. Bundan ko'rinib turibdiki, ancha-muncha kishilar insonni kiyimiga, savlatiga, o'tirgan mansabiga qarab muomala qilishadigan bo'lib qolishgan. Bu holatni ko'ringki, bu ahvol achinarli bo'lishiga qaramasdan avvaldan ham uchragan voqea ekan. Biz esa bundan o'zimizga to'g'ri xulosa chiqarishimiz, kishini kiyimi, savlati, davlatiga qarab emas, balkim ilmiga, amaliga, taqvosiga, yaxshiligiga qarab muomala qilishimiz kerak. Qolgan fikrlaringizni izohlarda kutamiz. Xayr, salomat bo'linglar.